Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 2025 4-may Aql jamoasining birinchi vistikasida mutlaq chempion 4 kishilar orasida 198 kilo kelgan qo'chqorimiz Premier, bo'yidan ham eksterierdan ham birinchi o'rinni olgan qo'chqorimiz Namangandan Sanjar akammi qo'chqorlar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Vodiy jamoasi, mashalloh, qo'chqorga bitta e'tibor beramiz. Yaxshilab. Mashalloh, jonivor qaranglar. Mashalloh. Mashalloh, orqa tarafdan bitta ko'ramiz ham akalar. Bitta ko'ringlar jonivor. Mashalloh. Endi buni yutgan yutuvlarni bitta ko'rsatib ketamiz biz, ko'rishingiz mumkin. Mashalloh. Yutgan yutuvlarni ko'rishingiz mumkin. Diplomlari mana. Birinchi o'rin 4 ishli ichida. Birinchi o'rin bo'yidan, birinchi o'rin eksterierdan, birinchi o'rin vesidan 198 kilo. Birinchi o'rin bo'yidan medali bilan. Birinchi o'rin eksterierdan, birinchi o'rin 198 kilo vesidan 6 million pul mukofoti, yana 3 ta televizer. Mashalloh, ko'rishingiz mumkin. Qo'chqor bo'lsa, shunaqa bo'lsin. Niyat qilganlar bitta. Mashalloh, mashalloh. Qo'chqormisan, qo'chqor. Bu qo'chqor bilan nima deydi? Sening operatorimiz yo'q. O'zim ko'rinmayapman. Qo'chqor meni ham ko'rsatmasa kerak bu jonivor. Sal yurib qo'ying ukajon. Mashalloh. Ha, jonivor. Jaraysan deydi. Xo'p, ukam, bu qo'chqor to'g'risida bitta o'zing ma'lumotini berib ket. Balandroq faqat. Zen Sulton. Ha. Lichka Premier 4 tash. Aha. Liniya Sharpe. Liniya Sharpe. Mashalloh. O'zingdan bir og'iz eshitsa, ukam, o'tgan safargi vistikadan kelgan asosiyni qanaqa bo'ldi? Bugun nimani olamiz? Nimani niyat qilib keldinglar bugun? Birinchi o'rinni olmayat qilib keldinglar, ukam. Allohga oson. Niyati amalga oshdi. Nimadan oldi o'zingning og'zingdan ham bir og'iz eshitdim. Premier bo'yi 1.4 cm. 1.4. Bo'yidan necha chiqdi? Barakalla, Sanjar aka. 1.4 cm chiqdi. Mashalloh. Vesi Premierning vazni 198 kilo. Okalar Esengida bo'lmagan. Esengida rekord 195 kilo. İnşallah O'zbekistonda o'sish bor, ko'rishingiz mumkin. Rekord 198 kilo 4 ishli ichida. Mashalloh, O'zbekistonda o'sish zo'r. Mashalloh, yutuvlarni yana bitta ko'rib qo'yamiz. Jonivor. Ukam, o'tgan safar sirkda ko'rdim. Gapirishganda bu qo'chqorga hamma ovqatni beribsan, o'zing yemabsan. Ukam, bu yog'iga o'zingga ham qara, o'zingni oldirib qo'yma. Qo'chqorga ham o'zingga ham nima qil, mashalloh. Mana ko'rishingiz mumkin. Shuncha odam inshaalloh Alloh qo'linglarni ko'tarib qo'yasizlar, okalar. Hammaga nasib qilsinmi? Mashalloh, mashalloh. Boqqanlarga rahmat, ishtirok etganlarga rahmat. Kadr ortigidagi aka-ukalarimizni bitta ko'rsatib ketamiz. Mashalloh. Mashalloh. Qo'y ishqibozi bo'lsa, shuncha bo'lsin-a? To'g'ri. Mashalloh. Boqqanlarga rahmat. Buni boqishni o'zi bo'lmaydi. Hazilagan ves emas. Allohning izni bilan, madadi bilan yaxshi. Mashalloh. Hay jonivor. Ukam, eson-omon buni endi jo'nataveringlar. Borib sog'liqlarni sog'inib qolgan bu ham. Borib yonida yursin unutmas. Ukam, ishingizga rivoj. Rahmat aka. Allohning panohida bo'linglar. Bizga ham nasib qilsin, Xudo xohlasa shunaqa boqish. Mashalloh. Premier degan qo'chqorimiz ko'ringlar. Mashalloh. Mana bugun 2025 4-may Aql jamoasining birinchi vistikasida Zohidjon akam, ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Zohidjon aka, yaxshimisiz? Ibrohim akam, assalomu alaykum. Hoji akam, tuzumsizlar? Charchamayapsizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Mashalloh. Aka, bu qo'chqor to'g'risida bitta ma'lumot berib o'ramiz. Qo'yimiz 9-mart kuni Mashalloh. 1 yosh bo'ldi, 12 oylik bo'ldi. 9-mart kuni 1 yosh 12 oylik bo'ldi. Ha, kunigacha bor biz. Mashalloh. Bo'tiyani o'g'li. Mashalloh. Sanjar akam Gapparovdan borib olib kelganmiz. Aha. 20-kuni bo'lgan vistikada ham birinchi o'rinda olgan bo'ydan. Mashalloh. Bugun ham Xudo xolasa birinchi o'rin. Mashalloh. Bo'ydan. Ishkarra qo'zili o'rtasida birinchi o'rin, ha? Hali 2 oyda tushimizadi, Xudo xolasa. Mashalloh, mashalloh. Kubuklari qaysi bo'tda buni? Nima oldi? Mana yutgan kubuklari ko'rishingiz mumkin. Mashalloh. Hammaga nasib qilsin, aka. Rahmat. Buni qo'yga qo'shdingizmi yo hali qo'shmadingizmi? Bor, probniklari bor. Tushdimi yo tushadimi? Endi tushadi. Xudo xolasa qaysi oyga xabar olishsin? Xudo xolasa bir 2 oyda tushadi o'zi. 2 oyda tushadi, 5 oyda Xudo xolasa ko'rgani boshqa bo'lar ekan. 4-5 ta qo'yga qo'yganmiz. Mashalloh. Tushiramiz. Buni kilichkasi nima? Buni kilichkasi olov. Olov degan qo'chqorimiz mana. Hali 2 tishli poyezi ismi nima edi?
Mana bu qo'chqorimiz ham klichkasi nima buni ukajon? Ha? Admiral. Admiral degan qo'chqorimizni qo'zi tishli o'rtasida nechinchi o'rin? 3-o'rin. 3-o'rin necha vес ko'rsatdi? 128. 128 kilo ko'rsatgan qo'zi qo'chqorimizni klichka Admiral. Mashalloh. Nimani oldi bu? Faqat Vestami ekstrerdami? Veston. Vestdan oldi. Mashalloh. Kubigini ko'rishingiz mumkin. Bitta mikrovalnovka, diplom. Mashalloh. Hammaga nasib qilsin. Qo'chqor. Quvasoy vodiy jamoasi. Bugun medallarni shodasini yig'ib ketishyapti. Mashalloh. Ikkita qo'chqorimiz. Mashalloh. Ukam ishingizga omad. Alloh panohida bo'ling. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 2025 4-mayda Nasldor qo'ylar o'rtasida bo'lib o'tgan yarim vistifkamizda birinchi vistifkasida Karabl degan qo'chqorimizni Sarvar akam qo'chqorlari 6 tishli ichida nechinchi o'rinni oldi aka? İkinci o'rinni oldi. Ikkinchi o'rinni oldi. Mashalloh ko'rishingiz mumkin. Qancha ves qildi bu? 176. 176 kilo ves ko'rsatgan qo'chqorimizda Karabl. Qo'chqorga bitta baho beramiz. Mashalloh. Yoshiga kelsa, yosh, lekin tishi voqli bizib qo'ygan. Necha oylik bu hozir? 2 yosh rovni. Ron 2 yoshli qo'chqorimizda tishi voqli bizib qo'ygan. Mashalloh, ko'rishingiz mumkin. Nimani bolasi edi bu? Statnin o'g'li. Statni degan qo'chqorimizni primoy o'g'li. Onasi katta ashil begemot sog'li bo'lgan. Qo'chqor hozir ko'rishingiz mumkin. Sarvar akamni videosini ham qo'yaman. Ketlardan asheniksiz yurdi. Mashalloh, mana kubik. Hammaga nasib qilsin. Allohning rahmati bilan keyingi yil birinchi o'rinni olsa absolyutda. İnşallah. Inshaalloh. Mashalloh. Rahmat, barakatuh bersin. Salomat bo'ling. Charchamang. Akil jamoadan Oybek aka. Simba